Bir qancha kun bo'ldi, biraylan menga sizdan bir ishni so'rasam bo'lamdi deydi. So'rang desam jim. Yana birdan turib, qanday so'rashni bilmayapman deydi. Menga mush ish sal ta'sir qilib, ko'pchilik bilan savol so'rash ustida o'rtoqlashgim kelib qoldi. Boshqalardan savol so'rashmo bizdan nurg'un bilim talab qiladi ekan. Nemani so'raymiz, qanday oxirlashtiramiz, to'g'ri so'rsak, so'ralg'uchi ustozlar bizga texnik diqqat qilishi ham suyunishi mumkin. Lekin loyiqida so'rayolmasak, ularga yaxshi ta'sir berolmay qolamiz. O'zimizga yaxshi natija bo'lmay qoladi ekan. Men o'zimning dars so'zlash jarayonimda mundaq bir necha nuqtani yakunlab chiqdim. Diqqat e'tiborimizga arziydi deb qarayman, ham hammamizga manfaat bo'lsin deb ko'pchilik bilan o'rtoqlashgim keldi. Birinchisi, so'ragandagi pozitsiya nihoyatda muhim. Savol so'rashdimi loyiq adab, kamtarlik ham ishonch zarur bo'ladi. Biz o'zimiz savol so'ragan shu kishini hurmatlasak, ishonsak, uningdanmi shuningga tushliq javob yonadi. Andin haqiqiy muallim o'quvchisi bilan ustunlik talashmaydi. Lekin shundaqdimi savol so'raganda uningdan ta'lim ilyapamdiq yoki tang izlanayapamdiq degan nuqtani aniq bildirib qo'yish nihoyat zarur. Albatta, tang izlanmoqchi bo'lsak, muallim bilan tang qatlamda turib fikr qilishimizga to'g'ri keladi. Shunga uningga shu fikr yuksakligida inkos qaytarolmasak, yanala ta'lim ilishni tanlaganimiz yaxshi. Xo'sh, ikkinchisi, nemani so'rash degan nuqtada mundaq 3 shart bo'ldi qaranglar. Buning birinchisi, savol kallamizga mundaqla kelib qolgan bo'lmaydi. O'zimiz rost yo'liqqan savol bo'lishi kerak. Bo'lmasa, quruq gap bilan kishining vaqtini olgandek bo'lib qolishimiz mumkin. Endi ikkinchisiga kelsak, savol albatta so'ralg'uchini qo'ral sifatida ishlatib olish uchun bo'ladi. Cho'qim o'zimiz astoydil o'ylanib kallamizdan o'tkazolmay so'ralgan bo'lishi kerak savol degan. Uchinchisi, to'mtaq emas, aniq, konkret bo'lish kerak. Qanday qilganda jiq pul topa olayman? Men gangrab qoldim, zodi qanday qilaman? Menga aql ko'rsatsangiz bo'lmamdi degandek inchiki o'ylanish o'zimizga xo'shaqmagan masalalarni boshqalarga tashlab qo'ysak bo'lmaydi-da. Mohiyatda bu o'rganish emas, bo'shanlik hisoblanadi. O'zimizga o'zimiz haqiqiy ko'ngil bo'lmasak, boshqalar bizga qandaqmi ko'ngil bo'lib bo'la oladi? Savol cho'qim, amaliy, aniq, o'zimizmi haqiqatan bir javobga muhtoj bo'lgan holatda bo'lish kerak. Berilgan javob bilan bizdala emas, shu javobni berguchidimi bir mamnunlik paydo bo'lish kerak. Bu ikkala tarafga manfaat bera oladi. Bizning o'z masalamizni inchki o'ylanishimiz, teran fikr odati yaratish foydali bo'ladi azizlar. Bu jihatdan qaraganda yaxshi savol bizni yetakligicha bo'ladi. Uchinchisiga kelsak, savolni uzun hikoya so'zlamay, bevosita udulla so'rashimiz kerak. Odamlarning vaqt tutumi o'xshash bo'lmaydi. Savol so'raganda do'stimiz bilan mungdashayotgandek gap avtib yursak, kishining vaqtini isrof qilgan tushliq ish bo'lmay qoladi. Albatta, maqsadni aniq bildirmasak bo'lmaydi. Lekin zarur nuqtalarni biz aytsak, so'ralg'uchi o'zi qarab tushib qolgan qo'shimcha nuqtalarni bizdan so'rasa, bu texmi yaxshi bo'ladi. To'rtinchisiga kelsak, so'rash jarayonida kishining javobini astoydil anglash, astoydil inkos qaytarish kerak. Bu oldi bilan o'zimizning shu javobga ehtiyojli bo'lganligimizdan, ondan qolsa javob berguchiga hurmat zaruriyatidan bo'ladi. Bir odam javob beryapsa, gapini o'rinsiz bo'lib yoki o'ziga qaytarib berib shirsak, bu savol so'rash bo'lmaydi, munoziraga aylanib qoladi. Agar tushunmagan bo'lsak, yana so'rasak bo'ladi. Ammo so'rg'uchi o'zimiz turib, yana javob berguchidan bakrak bilimli ekanligimizni isbotlamoqchi bo'lib qolsak, bu albatta qamlashmaydi-da. Bilmaganni bilib olish deganmi, hargiz bundoq bo'lmaydi, shundaqku. Demak, azizim, savol so'rashdimi bizga zarur ko'p savodlar bo'ladi. Hammamizga manfaat bo'lsin.